alaykum Chimyon kuzatuvchilari. Mana bugun Rustamjon akamiz Surxondaryo viloyatidan tashrif buyurdilar. Ya'ni GD 504 tashqi motor traktor xarid qildilar. Rustamjon aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Xush kelibsizlar. Aka, traktorni ko'rdingiz, qabul qilib oldingiz. Qanaqa taassurotlar aka? Traktor zo'r aka. Tasavvurimizda aytamiz yo'q. Tiflisga olib ishlatamiz. 2 yildan beri niyat qildik Umar aka. Ha, mana olib ketyapmiz, xudo xolasa. Yaxshi kunlar. Ha, yaxshi kunlarga bilan xudo xolasa. Albatta aka. Sizlarga ham katta rahmat lekin. Sog' bo'ling aka. Ertalab bu traktorni kimdir tavsiya berdimi? Mana 2 yildan beri bizni kuzatasiz. 2 yildan beri kuzataman. Jamshid aka bilan ham gaplashib turardik. Sizlar ham kuzatamansizlar ham. Gedini mana Bartoyni hisobiga biz olyapmiz. Bartoy kuchliroq degani. Albatta. Tiflisga ko'proq pullik tortadi deganiga Bartoyni olib xarid qilyapmiz. Lekin bolalarga ham gap yo'q. Ertalabdan beri sherdamiz. Xizmatni qilib aytgan boyagi to'lovlarni boshqalar tezlashtirib qilib beryapti. Zo'r hammasi. Akalar, o'zingizlar mana xolis fikrlarni eshitdinglar. Chimyon O'zbekiston hosilingiz kafolat.